Assalomu alaykum. Men chempion bo'la olmadim. Sportga yutasan yo yutqazasan, lekin bolalarim uchun har doim men chempionman. O'zbekistonning prezidentidan, rahbariyatlaridan, prokuraturadan, sudyalardan men minnatdorman, chunki farzandlarimning yoniga ozodlikka chiqarishdi meni Damashqning arestiga. Men ularga rahmat deb aytaman. Shu musobaqamdan keyin hayotim juda ham teskariga aylanib ketyapti. Eski haydagan mashinalarning videolari chiqib ketdi. Keyin Toshkent shahar prokuraturasidan protest kirdirilibdi sudga. Nimaga qanaqa kirdirilgan 2-fevral kuni uni bilmadim-u, qamoq bilan bo'lgan jazo qilib berishlaringizni so'raymiz deb. 17-fevral kuni bizni sudga chaqirishgan. Meni qamoqqa bo'lgan jazo bilan almashtirishlari mumkin. Farzandlarimni ko'ziga men qamoqqa vaqtim quvonch yo'q edi. Men ko'chaga chiqdim, farzandlarim hammasini ko'ziga quvonch bor. Ota farzandlarning yoniga bo'lsa quvonch bo'ladi. Mayli meni qamab qo'yishi mumkin. Men o'zim qornimni to'ydirishim mumkin. Men ichkariy bo'lib, lekin mana to'rtta bolamni qornini kim turdi to'ydiradi? Farzandlarimni ko'zdan quvonch ketadiki, men O'zbekiston prezidentimdan, rahbariyatidan so'rayman. Ichmasam, chakmasam, qimor o'ynamasam, qimorni taqlid qilmasam. Assalomu alaykum. Men chempion bo'la olmadim. Sportga yutasan yo yutqazasan, lekin bolalarim uchun har doim men chempionman. O'zbekistonning prezidentidan, rahbariyatlaridan, prokuraturadan, sudyalardan men minnatdorman, chunki farzandlarimning yoniga ozodlikka chiqarishdi meni Damashqning arestiga. Men ularga rahmat deb aytaman. Shu musobaqamdan keyin hayotim juda ham teskariga aylanib ketyapti. Eski haydagan mashinalarning videolari chiqib ketdi. Keyin Toshkent shahar prokuraturasidan protest kirdirilibdi sudga. Nimaga qanaqa kirdirilgan 2-fevral kuni uni bilmadim-u, qamoq bilan bo'lgan jazo qilib berishlaringizni so'raymiz deb. 17-fevral kuni bizni sudga chaqirishgan. Meni qamoqqa bo'lgan jazo bilan almashtirishlari mumkin. Farzandlarimni ko'ziga men qamoqqa vaqtim quvonch yo'q edi. Men ko'chaga chiqdim, farzandlarim hammasini ko'ziga quvonch bor. Ota farzandlarning yoniga bo'lsa quvonch bo'ladi. Mayli meni qamab qo'yishi mumkin. Men o'zim qornimni to'ydirishim mumkin. Men ichkariy bo'lib, lekin mana to'rtta bolamni qornini kim turdi to'ydiradi? Farzandlarimni ko'zdan quvonch ketadiki, men O'zbekiston prezidentimdan, rahbariyatidan so'rayman. Ichmasam, chakmasam, qimor o'ynamasam, qimorni taqlid qilmasam. Assalomu alaykum. Men chempion bo'la olmadim. Sportga yutasan yo yutqazasan, lekin bolalarim uchun har doim men chempionman. O'zbekistonning prezidentidan, rahbariyatlaridan, prokuraturadan, sudyalardan men minnatdorman, chunki farzandlarimning yoniga ozodlikka chiqarishdi meni Damashqning arestiga. Men ularga rahmat deb aytaman. Shu musobaqamdan keyin hayotim juda ham teskariga aylanib ketyapti. Eski haydagan mashinalarning videolari chiqib ketdi. Keyin Toshkent shahar prokuraturasidan protest kirdirilibdi sudga. Nimaga qanaqa kirdirilgan 2-fevral kuni uni bilmadim-u, qamoq bilan bo'lgan jazo qilib berishlaringizni so'raymiz deb. 17-fevral kuni bizni sudga chaqirishgan. Meni qamoqqa bo'lgan jazo bilan almashtirishlari mumkin. Farzandlarimni ko'ziga men qamoqqa vaqtim quvonch yo'q edi. Men ko'chaga chiqdim, farzandlarim hammasini ko'ziga quvonch bor. Ota farzandlarning yoniga bo'lsa quvonch bo'ladi. Mayli meni qamab qo'yishi mumkin. Men o'zim qornimni to'ydirishim mumkin. Men ichkariy